Salom. Bu videoda men sizlarga oxirgi bir hafta davomida oltin bozorida amalga oshirilgan jonli savdo natijalarini ko'rsataman. Savdolar avtomatik tarzda, ya'ni robot yordamida bajarildi. Har bir kunlik savdo jarayoni YouTube'da jonli efirda uzatib borildi. Robot faqat oltinda ishladi. Har kuni 5 yoki 6 soat davomida faoliyat olib bordi. Amerika sessiyalarida savdo qilinmadi. Barcha bitimlar Osiyo va Yevropa sessiyalari davomida ochilgan. Eng muhimi, barcha savdolar mani shaxsiy nazoratim ostida amalga oshirildi. Bir hafta ichida umumiy hisobda $1458 foyda ko'rildi. Bu natijalar past risk bilan jonli va ochiq tarzda erishilgan. Siz ushbu videoda har bir bitim qanday ochilganini, qanday yopilganini, foyda yoki zarar holatlarini to'liq ko'rishingiz mumkin. Hech narsa yashirilmagan, hammasi shaffof. Bizni yana kuzatishda davom eting. Haftada 5 kun dushanbadan jumagacha jonli efir qilamiz.